Cadillac Escalade'ning hattoki V-seriyani ham hijolat qilgan komplektatsiyasi. Albatta bu legendarniy tuning atelier Hennessy tomonidan 1000 ot kuchidan ham ortiqroq qilib kuchaytirilgan avtomobili. Hennessy'ning asl maqsadi va shiori tezkor avtomobilni yanada tezkor qilish va bir xillikdan zerkan qalblarni o'z domiga tortish bo'ladi. Bu tuning atelier Brabus yoki Manseriga o'xshab, butun interyerni boshqa tapirishga qilmaydi. Sababi esa bu avtomobillarning o'zining idealligi yetarli deb hisoblaydi va avtomobilning elektronika qismiga ham deyarli o'zgartirish kirgizilmaydi. Sababi esa zavod bergan elektrosistema ishonchli ishlashi uchun. Albatta sizga ham taxminan 3 tonnaga yaqin bo'lgan avtomobilni 3-6 sekundda 100 ga chiqarish kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqarasiz. Biz esa sizga Hennessy tomonidan darobotga qilingan va 1000 ot kuchidan oshiq bo'lgan va Abrazi 8 silindrli 602 kompressorning superchargerni taqdim qilamiz va u sizga 1196 Nm va shahar ichida 30-35 litr atrofida xarajatni keltirib chiqaradi. Albatta biz sizga xilma-xil komplektatsiya, uzun yoki kalta, interyer va eksteryerning ranglari bilan taqdim qilgan holatda narxiga keladigan bo'lsa, bor yo'g'i o'zining narxi yana bir piyla choy ustida maslahatlashgan holatda 210 ming AQSh dollari chiqishi mumkin.